Lijo, Go'zi ikkisiniki munosabati shuncha yaxshi turib, nima ish qilib ikkisi azorlashib qoladi? Yaxshimisizlar do'stlar? Undab qolsa, 3 podshohlik yana davomli so'zlab ketdi. 3 podshohlikdagi texim ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, yurak berib saqlab etgandan keyin meni qo'shib olinglar. Texim sar xil mazmunlar davomli yo'llandi. Endi Lijo bilan Go'zi podshohninki ordisini tatib olgandan keyin, ya'ni podshohni o'xshashlar qo'rchoq podshoh qilib qo'ygandan keyin bular hamda Dongjuoning o'rniga chiqadi. Ya'ni barliq huquqning hammasini egallab oldi. Endi bular ikkisininki kamchilligi nima degan vaqtda bular Dongjuoga o'xshash. Uncha bek shunda rayimsiz, shafqatsiz bo'lmasa-mu, ammo Dongjuoga o'xshash boshqarishni bilmaydi. Ya'ni Dongjuo shafqatsiz bo'lgan bilan bu ish bo'lmaganda Shilan qo'shinini boshqarayotgan. Shu g'arbiy yurtni tizginlab nihoyatda yaxshi boshqarayotgan odam bo'lg'achqa buningki boshqarish iqtidori nihoyat kuchli. Ammo bu Lijo Go'zi ikkisi sang'un bo'lg'achqa odatdagi bularning unchalik cho'ng boshqarish iqtidori yo'q. Shunga bular o'rtada nihoyat cho'ng huquqlar bo'lgan bilan nihoyat qalaymaqon boshqardi. Vazirlarga maosh bermay, ularning ish qilmay, davlatning ishlari bilan korvonmay yurgandan keyin shuning bilan o'rtada qolib qolgan, ya'ni boshqa vazirlarningki bularga nihoyat achchiq keldi. Bular ikkisini yo'qotmasak, Dongjuo voqeasini qaytalanmaydi. Amal qilib bularni yo'qotli degandan keyin endi bu yerda o'ttirgan bir odam chiqadi. Endi bu kim degan vaqtda Yang Biao deydigan bir kishi. Endi bu Yang Biao degan zot kim? Balkim 3 podshohlikni ko'rgan do'stlar Yang Shu degan kishini bilish mumkin. Bu Saosonniki nihoyatda iqtidorli aqlli mushavir. Saosonning ichidikini bilib olgan kishida. Shu Yang Shu'ningki dadisi Yang Biao degan. Bu endi shu o'rniga nihoyat sodiq ko'n vazirda. Shuning bilan bu endi mushu Lijo bilan Go'zini yo'qotmay bo'lmaydi deb amal o'ylashga boshlaydi. Endi bularni yo'qotishninki birdan-bir amal nima desa, ikkisini o'zaro talashtirib o'tish. Bu nihoyat yaxshi amal. Chunki bir taqqa ikki yo'l var. Patmagandek biz ikkisini urush qilib qo'ysak, nihoyat oson o'ttirdan foydalana olamiz degan bir xiyollarni qilib bu bir plan tuzdi. Endi buningki ayoli Yang xonim shu Go'zininki ayoli bilan nihoyat munosabat yaqinda davomli badikaldi qilib paranglashib turadigan do'stlardan ekan. Shuning bilan bu Yang Biao degan kishi ayolidan foydalandi. Ayolininki quloqqa pichirlab, sen Go'zininki ayolini yana berib, unda gaplan deganda buni nurg'un amallarni o'gitib, endi xan xandonligimizdan amalliqi kelgusi sening qo'lingda. Sen mush ishni ishga oshirganda buni yo'l sab qo'y. Shuning bilan bu Yang xonim Go'zininki uyga bordi. Borgandan keyin buni ayol bilan ko'rishdi, paranglashib, normal odatlik paranglan qilishib, birga kelgan vaqtda bu bunday gapni deydi. Ya'ni bir gapni desam bo'ladimi, desam bo'lmasmi, bak ikkilinib ketyapman deb bo'liblar. Bo'l demaychi deb soldi. Shuning bilan buni anglagandan keyin hamda Go'zininki ayoli nihoyat qiziqib qoldi bu gapga. Voy, nima ish qilmaysiz danga, mushu bir gapni anglab boqayman. Gapni yerimini chiqarib qo'yib, qag'in demaydi ekansiz deb. Endi odamlarningki hammasining xarakteri shugo, bir gapni yerimini chiqarib qo'yib demaychi deydiganlar bo'lsa, shu gapni anglag'is kelib ketadi. Bizning ma'lumimiz kelib ketadi, demaychi degan amallar. Shuningga o'xshash bu endi Yang xonim ajoyib aqlli ayolda, shunday qilib qo'zg'ab etgan gap o'zining ayolining qiziqishini. Andan keyin bu bo'pti unda bo'lsa desammi deb, mundaq bir hikoyani to'qiydi. Yo'ldoshingiz yo'q-ku, ko'rinmaydi-ku. Go Jangjun ko'rinmaydi-ku degandan keyin u bak aldirash, to'xtamay ishlab turadi. Uyga kelmaganim necha kun bo'ldi. Lijo bilan birga yuryapti degandan keyin deb bu. Men mundaq bir gapni angladim. Shu Go'zi sizning Go Jangjun bilan Lijoning ayoli tepishib qopti. Bular ikkisiniki yushiru munosabat ekan. Endi bu men anglagan xabar, lekin Lijo degan bak rayimsiz odam, bak keskin odam. Agar bu xabar uning quliga yetib qolsa, u Go sanog'ini cho'qim bo'sh qo'ymaydi. Shunga bo'lsa, siz Go sanog'ini undan sal yiroqlashtirib, undan tatib oling degandan keyin bu ayol ham jiddiylashib ketdi. Go'zining ayol jiddiylashib ketdi. Ajab bir ish ekan, nima ish qilib man uyga to'l qaytmaydi ekan, ishim bor, xizmatim bor deb sirtli yurgan desam, asl mundaq ish ekanda deb bu endi ko'ngliga pukib, nihoyat ichida har xil xiyollar bilan achchig'ini ichiga olib yutanmay degandek turib qoldi.
Shuning bilan bu yan xonim shu gaplarni deb qo'ygandan keyin bo'ldi men qaytayamdi, demaydigan gapni sizning oldingiz deb qo'ydim. Bo'ldi men demagan bo'lay deb qo'yib ketdim. Ketgandan keyin Go'zizmi uyga qaytib keldi. Kelgandan keyin buning ayoli hamda qaqshaydi hamda. Sen kunda sirtda yuramsan, uyga kelmamsa. Lijuning yine barma hamda. U bak rayimsiz odam, bak eski u. Tuyuqsizlik yuz berib qolsa sening hayotingga xavf yetadi degandan keyin Go'zi ham buni ishonmaydi. Chunki bular ikkisining munosabat bak yaxshi. Boshdan oxir bilib turganda Shilyangdan boshlab hozirgacha yaxshi turayotganda bir-biriga kuyinib. Shunlar bu ishonmay nimish bunda deysa, ikkimiz o'xshash yiqib o'tadigan do'stlar tursak. Sen unda qalaymiqan gaplarni demma deb ayolni rad qilib o'tdi. Shuning bilan ayoli bu gapni buni tushuntirib bo'lmay oxiri sen hamda bir cho'ng song'un bo'lding. Davlatning cho'ng ishlari san qarashliq. O'zingning bexatarlik amallikqa kapolat qilmasang bo'lmaydi. Shunga buningki tomoqni uyda sirtlarga yema, boshqalar sen qaslab qo'yish mumkin degandan keyin ham ayol davagandan keyin hamda bu Go'zimi o'zining ayolini yaxshi ko'radigan odamda shunga bo'ptamsa uyda sirt yemay deb buni va'da berdi. Shuning bilan hamda bu sirtlar ishlab yurgan vaqtda Lijo doim buni tomoq taklif qiladi. Ular ikkisining munosabati yaxshi bo'lgandan keyin. Lekin bu Go'zi uni deb buni deb rad qilib uyga ketdi, chunki uyda tomoq yeydigan, sirtda tomoq yemaydigan bir odam yetildirgan. Bu hamda xijilib ketdi o'zi. Nurg'on qatim tomoq yeymiz desa rad qildim, maychimiz desa rad qildim deb. Lijo'mi ajab bu mendan yiroqlashyapti-ku. Mishqi men bilan tomoq yemaydigan deb kallasida bir xil bir buning nisbatan tushunmaslik bo'lib qoldi. Shuning bilan kunlarning birida bu Lijo hamda tomoq taklif qilaversa, bu kelmagandan keyin shuning bilan bir yangidan tutib olgan kiyikninki go'shini kavob qilib buni avatdi. Men yangidan tutgan bir kiyikni tetib oqqan deb Go'zining uyiga avatgandan keyin hamda buni ayol topshirib oldi. Topshirib olgandan keyin bu ayol o'ylashdi. Hamda bu go'sht nim bordi. Agar bu Lijo mening yo'ldishimninki o'zining ayol bilan bo'lgan ishini o'qib qolgan bo'lsa, zahar silvatganmi deya, qaslab qo'yganmi deya, yo'q, bular ikkisini men cho'qim yiroqlashtirib bo'lmaydi. Agar bu ish oshkorlanib qolsa, bular ikkisi tutishib qolsa, biz talafotga uchrab ketamiz. Balkim Lijo hammamizni yo'qotib o'tish mumkin. Shunga oldi bilan biz uni yiroqlashlaylik deb bu hamda bir planni so'qdi. Ya'ni qanday qildi desa, ay shu akkagan kavobga zahar soladi. Zahar solib, andan keyin kavobni qo'yib qo'yib, endi o'tgandan keyin birdan keyin Go'z chiqib, bu nima degandan keyin o'sha Lijo bizga avatgan kavob sizga avatibdi deb xabar yetkazdi. Shuning bilan Go'zni ayt qo'shib ketdi. Buldunda bo'lsa, Fayz kavobga biz yeyla deb turgan vaqtda ayoli to'xta. Sen sirtdan undan bunda kelib qolgan kavoblarni, tamoqlarni yeysan bulamda. Sening nayt ig'ir vazifang va o'zing diqqat qilmasang bo'lmaydi. Avval buni bir tajriba qilib boqile deb sirtdiki shu o'yilib turgan itni kelib buni yigil soldi. Bu it buni yegandan keyin ayoli zahar silayotganda birdamda o'lib ketdi. Bu karomatni ko'rgandan keyin bu Go'zi hayron qolib cho'chib ketdi. Bu nima shamda Lijo meniki tomoqimni zahar savtib meni zaharlab o'ldirmoqchi ekanda deb qiyos qilib qoldi. Nayt qo'rqib ketdi. Shuningdan boshlab Go'zi hamda o'zini Lijodan tortishga boshlaydi. Tomoq yeyildisimi yiqinlashmaydi, paranglashildisimi o'zini asta tortib turdi. Undan keyin asta bu qo'shin yig'ishga boshlaydi. Chunki keyin agar Lijo yana buni qaslab qolsa, yoki uchiq oshkora buni yo'qotishni o'ylab qolsa, demak buni qaytarish kerak-da, buni taqobil turish kerak. Demak, amaliyotda Lijo hech nima bilmaydi. Uning qasdligi nima yo'qda, lekin Go'zining ayoli bilib bilmay bu ikkisini ajoyib zo'r ziddiyatga, ya'ni azorlashishga sabab qo'ydi. Shuning bilan demak bu Lijo bilan Go'zining ikkisining orasida ziddiyat boshlanib, asta cho'ngishga boshlaydi. Unda qo'z do'stlar, Lijo bilan Go'zi to'g'riliq mushunchalik so'zlab turli. Agar uch podshohlikdagi texmi ko'p, korxona tijoratchilikka oid, kishilik munosabatga oid mazmunlarni anglamoqchi bo'lib qolsanglar, ostilik ulanma orqali anglab agar shu filmni ko'rgan do'stlarning ichida shu nutq mahorati, so'zlash qobiliyati, gap qilish mahoratini o'rganishni o'ylashayotgan do'stlar bo'lib qolsa, bizningki izdan nutq risolasi birlashtirilgan 6 oylik nutq o'rgatish turimiz bor. Shu turga qatnashib, o'zinglarning til qobiliyatini oshirib olsanglar, tamoman bo'ldi. Agar buni qatnashmoqchi bo'lib qolsanglar, ayrim qanaqa uchur qilinglar.